Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Ko'rib turgan ekanlaring bo'yin tomiri, yuqori terasi, o'q tomir. Bu qon o'tishi mana qisilgan joydan sekinlashib o'tyapti. Bu mana stent. Ko'ryapsizlar, stent qo'yilgan, bat 80-70% stenoz bo'lgan, yog' bosib. Shu yil qilingan. Asosiysi bu 4 yil, 5 yil oldin bu ochiq operatsiya qilingan. Ochiq operatsiya qilingan. Lekin dorilar ichmagan hisobiga yopilganda bular stent qo'yyapti. Bu yil fevral, mart oralig'ida stent qo'yilyapti, lekin mana dorini yana palaparcha ichilgani uchun o'zlari aytyaptilar, dorini palaparcha ichdim deb. Davna nazorat qilinmagani uchun mana yana stent qo'yilganda, mana bu stent yaltirab turgan, uchidan yana mana yog' sekin yana chiqa boshlayapti. Bu yog' ko'rib turayotganlaring mana o'sha stent uchidan yana yog' chiqyapti. Nimaga bu videoni qilyapsiz, baraka topinglar. Operatsiya qildirilganlardan keyin bu faqat misol o'sha ajriqni ustiga tosh qo'yib qo'ygandek, ya'ni yonidan chiqaveradi. Dori ichish kerak, dori ichmaslik iloji yo'q. Обязательно dori ichish kerak operatsiyadan keyin.